Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli parvoz aka ukalar. Mana biz bozorda ko'rishmaganimiz ham juda uzoq bo'lib ketdi. Xudo xolasa bugun yana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Yakshanba parranda bozoridan sizlar uchun bomba obzor qilamiz. Sizlar ungacha layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Unday bo'lsa biz videoni banglatib boshladik. Aka qancha deyapsiz aka buni? 150 ming deyapti, kami bor. 150 ming kami bor mana. Ikkalash makonimiz. Bozor qancha qildi aka? 100 ming berishdi. 100 ming berishdi. Bular qanchadan ekan cho'jalar? Cho'jalar. 200 dan 200 dan aka mana ukalar cho'jalarimiz. Qaysi oyda chiqqan bu cho'jalar? Bilasizlar? Ha, bilmaysizlar. Mana mana cho'jalar. Bura olasizlar. Qanchadan aka makonlar? 120 dan ekan. 120 dan bozor qancha berdi o'zi? Hali bermadim mana makonlar. Cho'ja makonlar ekan-a? Mana makonlar, qiziqarlarga aka-ukalar. Qanchadan ekan bular aka? Qo'nnida aytoring narxini. 70 ming 80 mingdan. 70 ming 80 ming mana dakan cho'jalar mana. Makonlari ham bor ekan ichida mana. Bu akangni ham olib qo'y. Aka bular qanchadan aka? 700 ming qo'rasiz. Makonchi? Makon 500 ming. Makon tuloqda ekan mana. Qo'razimiz ham ko'ryapsizlar mana. Qo'razdan dumlari endi chiqyapti chegirma. Bozor necha pul berdi? 400 ming. Qo'razga 400, makongachi? Akamga hali Makon yo'q. Qancha deyapsiz aka buni? 600 ming. 600 ming kam borda. Chala yerga qo'yincha. Mana ukalar, yush ko'rinishlari bor. Bozor qancha berdi aka bunga? 300. Bozor 300 berdi, to'g'razimiz ham. Ko'rsizlar. Tulay o'raz ekan aka. Yoshiga to'g'ri. Nomer aytasizmi aka, telefon nomer? Aytmaysizmi? Bo'ldi aka gap. Bor. Qancha deyapsiz buni? 500 ming so'm. Bozor necha pul berdi o'zi? 300 ming. Sigalayı. Bozor 300 ming berdi. Ko'ra olasizlar shu. Cho'jamas tulay ekan. Qanchadan ekan aka bular? 250 dan kami bor. 250 dan. To'rasi ham o'raz ekan-a? Ukalar mana. Kampar dum yo'qlarni ishga olgan. Dumlari o'zi yo'qmikin bilmadim o'g'il aka. Dollar deyish yaxshi ekan. Bozor necha pul berdi aka o'zi? Berdimi narxi? Endi keldingizmi? Qo'lingizda akaram sizdan? Qancha deyapsiz aka buni? 250 dan ekan. 250 ming. YouTube'dan chiqar ekan. Bo'ladi, toza. Aka telefon nomeri aytasizmi, aytmaysizmi? Ayting aka. 50lik. 50lik 510 510 37 77. 37 77 aloqaga chiqarasiz. Uyda bor aka. Uyda bor ekan, bemalol aloqaga chiqib gaplashib olasizlar aka. Katta zo'r narsalar. Qanaqa? Qanchadan aka bular? Egasi yo'q bular. Egasi qo'lingizdagichi? Yo'q, siz olmayapman, men aytingizdan mayaq chiqmayapti, o'may. Qancha deyapsiz? Egasi yo'q. Yo'q, qo'lingizdagi, qo'lingizdagi. Egasi endi keladi bular. Uni ham egasi yo'q-da, bo'lib bo'lmasa. Aka buni qancha deyapsiz? 500 ming sizga. 500 ming sizga. Olmaysiz. Bo'ladi aka. Mana ko'zlari ham chiroyli narsa ekan. 2600 ta. Nima to'plab qo'ydingizmi? Ha, qanchadan aka bular? Kimlar aka sizlar? Qancha deyapsiz aka? 400 ming kami bor. 400 mingdan ha, kami bor. Makonlar o'ta go'zal narsalar ekan, mana ko'rib turibsizlar. Cho'ja makonlar ekan aka. Mana. Tim qora makonlar ekan mana. Qiziqadi mana balchiq aya. Bozor necha pul berdi aka? 300 ming. 300 mingdan. 2 Ha, 2 oyga 300 ming berdi. Telefon nomeri aytasizmi? Qiziqadi, chiqib qolishi mumkin-da, endi olamiz deb. Sotilmay qolsa mabodo. Yo'q, aytaveramiz. Aytavering. 124 Nechilik? 94 94 124
99.55. 99.55. 55.99. Ha, 55.99 ekan akalar mana. Aloqangiz qora. Uyda bormi tog'a? Yo'qmi? Ya uyda ham bor. Uyda ham bor ekan mana. Bemalol aloqangiz qorasizlar. Rahmat tog'a. Qancha ekan bu o'ras? 500 ming kami bor ekan mana. Biroz ko'rasizlar, tulay qo'raz ekan-a, tulay ekan. Bozor nechta berdi? Endi chiqdi. Ha, endi chiqdi deding. Tog'a bular qanchadan ekan? Cho'ja. 100 ming kam bor. Ikkovsi. Yo'q, donasi. Donasi 600 mingdan ekan mana. Ukalar ko'rib qarasizlar mana. Bularchi bular? Ular 300 mingdan. Bular 300 ming. Xo'raz ekan-a bular. Makiyoni ham bor, bo'razi ham bor. Makiyoni qancha? Makiyoni ham 300 ming. Makiyoni ham 300 ekan. Ko'rib qarasizlar. Cho'ja xo'razlar ekan bular, bular ham cho'ja. Qaysi oyda chiqqan bular tog'a? Aprelda. Aprel cho'jalar ekan. Bular menimcha iyun bo'lsa kerak. Bular tog'a. Telefon nomeri aytasizmi, aytmaysizmi? Aytaylikmi? Aytavering. 50 ming. 50lik 772 772 46 43. 46 43 aloqaga chiqa olasizlar. Mana tog'amizni Naval ekan o'rozlar. Qancha ekan bular? Hali nimaga olib 500 mingdan makiyonlarchi? Makiyonlar 150 mingdan. Makiyonlar 150 mingdan ekan mana. Qaysi oyda chiqqan bilasizmi bularni? Xo'rozlari martda, makiyonlar aprelda chiqdi. O'rozlar martda, makiyonlar aprelda chiqqan ekan. Mana ko'rib borasizlar. Telefon nomeri aytasizmi? 99lik 99lik 099 099 26 69. 26 69 ha 21 69 ekan aloqaga chiqa olasizlar ekan mana ukalar. Yaxshi narsalar. Ay, Chiqaring. 150 mingdan ekan mana ukalar. Kami bor. Kami bor ekan. Telefon nomeri aytadiganlar ham bor ekan? Telefon nomeri. Telefon ishlatmayapman. Ha, ishlatmayman. Bu aka olib sotiladi. Ha, ishtami. Bo'laradi. Mana ukalar 800 ming kam bor ekan, cho'ja o'ras. Qiziqarlarga oyog'i jichcha o'stab qolibdi mana ekan. Ha. Ush qo'ygan. Bozor nech pul berdi o'zi? Bozor 400 ming. Telefon nomeri aytasizmi insholar? Telefon nomeri aytasizmi? 92lik 97 97 337 337 04 nechi? 05. 0405 aloqaga chiqa olasizlar. Uyda bor-a? Uyda bor ekan mana. Qiziqarlarga sotila olar ekan ukalar. Tozalar. Ukalar mana. Turli qo'razimiz 350 ming savdo bo'lyapti. Aka endi uni desiz vashim o'rni yo'q bo'lib qoladi. Ha, bo'lmaydi. Savdo bo'lyapti 350 ming. Uni bering dedi. Lekin Ukalar mana. 2 million deyapti. Ko'rib borasizlar. Qo'yaring aka. Qancha deyapsiz aka buni? 800 ming deyapsiz, kami bor. 800 kam bor ekan mana. Kichkinali yapon atakalarga o'xshaydi-yana. Hind deyaptimi? Oyog'i ham balchiq oyoq ekan-a? qora tunda. Mana qora tunda. Aka telefon nomeri aytasizmi? 95lik 289 8083 uyda bor yana aka. Hali kichkina bir haftalik. Ha, bolalarimi kichkina? Aziz obunachilar, mana Qo'rg'ontepa parranda bozorimizdagi video obzorim tugab qoldi. Xudo xolasa hamma xo'rozlarni, daka makonlarni chiroyli obzor qilishga harakat qildik. Bilasizlar, biz faqat dakani obzor qilamiz. Endi keyingi videolarda asaki mana o'rdik, nimalarni obzor qilishga harakat qilamiz. Aka-ukalar iloji boricha sizlar bo'lsa layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan zo'r videolar hali oldinlar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bemalol keyingi videolarimizni birinchi bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Sog' salomat bo'lishni unutmaysizlar. Sizlar uchun mana shu Andijon Qo'rg'ontepa tumani Yakshanba parranda bozoridan obzor qilishga harakat qildik. Bugun sana 23-avgust. Albatta layklar bosib, banglatib qo'yasizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha.